Xo'p do'stlar, hammaga salom. Bu videoda DV 2027 haqida gaplashamiz. Kelinglar, rasmiy gaplashmaylik. Elimiz suygan deydi-ku, dunyo sevgan green card qachon ochiladi? Oxirgi 2 yil davomida o'zi nimalar ro'y berdi? Siz bilmay qolgan nimalar bor? Qachon ochiladi? Mana shu savolga video davomida tushuntirib beraman do'stlar. Aytgancha, yaqinda O'zbekiston fuqarolari uchun Angliyaga mavsumiy ish ochiladi. Ko'pchilik firmalar o'zi soqqa qilishni boshladi. Firma bilan emas, mana shu YouTube kanalimda men tekinga xuddi o'tgan yildagidek topshirishni o'rgataman. Shu sababdan ham foydali kontentlar uchun bittagina like bosib qo'ying hozir va obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling va Amerikaga go deb kommentariy yozib qoldiring. Go ni qanday yozishni bilasizmi? Amerika o'zbekcha K G O bo'ladi. Amerika go deb yozib qo'ying. Yana foydali videolar chiqadi. Xo'p, demak, o'zi aslida nima bo'ldi? Green card nima uchun to'xtab qoldi degan savolga Trumpni juda ham ko'plab xarxashalari sabab bo'ldi. Qachondan boshlab to'xtatildi yoki birinchi nimadan boshlaymiz? Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda 2025-yilda may oyida natijalar e'lon qildi. Men o'zim ham to'ldirib bergandim. 2024-yil 4-5 kishi yutgandi. Juda ham xursand bo'lgandik. 2024-yilda to'ldirilgan 20 million 800 ming kishi ariza qoldirgan green card uchun, o'ynash uchun va ulardan 2025-yil may oyida 129.500 kishi yutdi. 2025-yil. Endi 2025-yil noyabr oyida Amerika tashqi ishlar vazirligi lotereya endi kechiktiriladi degan xabarni e'lon qildi. Sababi deyapti, o'sha hujjatni topshirish bo'yicha yangi tartib, yangi o'zgarishlar joriy qilyapmiz degan ma'noda gapirdi. Keyin 2025-yil 13-dekabr kuni Brown universitetida Amerikada terakt otishma sodir bo'ldi. Bu otishmani sodir qilgan gumondor shaxs 2017-yilda green card yutib kelgan ekan. Shu sababdan ko'rpaga, nima deydi, brugaga achchiq qilib ko'rpani yoqdi Trump. Ya'ni Ikkinchi jahon urushidan beri to'xtamasdan o'ynalib kelayotgan green cardni to'xtatib qo'ydi. Keyin 2025-yil 18-dekabr kuni Trump lotereyani to'xtatdi. Rasman to'xtatildi. Va 2025-yil 19-dekabr kuni viza bermanglar, ishchi viza uchun ham, green card yutganlar uchun ham viza berishni to'xtatinglar dedi. 2025-yil 19-dekabrda va 2026-yil 21-yanvar kuni vapsheta 75 ta davlatga viza berish atmen bo'ldi. Bularning ichida deyarli hamma O'rta Osiyo davlatlari bor edi va bularning ichida O'zbekiston ham bor edi. Endi keyin nima bo'ldi deydigan savol bo'lsa, hozir men sizlarga endi yozib olganman ssenariyni. 2026-yilda 15-mart kuni o'sha 72 ta davlatdan 2026-yil 15-mart kuni, mana shu 15-mart kuni 75 ta davlatdan 1622 nafar kishi sudga ariza berdi. Ya'ni green cardni davay beringlar, sizlar qonunlaring bo'yicha biz o'ynaganmiz, biz yutganmiz. Davay endi mana yutgandan keyin bizga beringlar. Hujjatlarni ko'rib chiqib vizani beringlar deb sudga ariza berdi 1622 kishi va bularning ichida O'zbekiston fuqarolari ham bor edi. Va biz endi jadval qilamiz. Masalan, Afrikani qaysidir davlatdan, Ganadan 37 mingta odam anketa to'ldirsa, izma kettiligi bilan qo'yib chiqamiz, statistika qilib, jadval asosida qilamiz degan xabar bo'ldi. Ya'ni odamlar norozi bo'lmasligi uchun, qara, biz jadval qilyapmiz, $1 qilyapmiz. Endi sen Zagram pasportingni yuklashing kerak deb kichkina qonunchalarni odamlar aldash maqsadida chiqarib turdi va 2026-yilning avgust oyida, endi hozir mana shu oyda, 2026-yil avgust oyida kutishyapti ko'pchilik va 30-sentyabrgacha o'tgan yili emas, undan oldingi yil yutganlarni arizasini qabul qilish kerak elchixona. Agar qabul qilmasa, bu degani 2027-yil green cardga yangi anketa to'ldirish ham so'roq ostida qoladi, katta ehtimol bilan ochilmasligi mumkin. Bir qiziqib ko'rgan bo'lsanglar, qiziqqan bo'lsanglar, bilmasanglar men aytaman, Hindiston, Xitoy, Braziliya, Nigeriya, Meksika davlatlari fuqarolari green card o'ynay olmaydi. Buni sababi
deylik masalan bitta davlatni fuqarolari Amerikaga green card o'ynab borib ularning soni 50 mingtaga yetsa, oxirgi 5 yil ichida 50 mingtadan ko'p odam green card bilan kelsa qaysidir davlatdan, o'sha davlatga kelasi yil keyingi green cardda u davlatning limiti to'ladi, u davlat uchun ochilmaydi. Maslahatim, agar realniy men harakat qilmoqchiman deydiganlar uchun mana o'ynab qolish kerak. Agar ochilsa mana shu yil sentyabrda aniq bo'ladi, 30-sentyabrda. Xo'p, YouTube kanalimda asosan vakansiyalar va O'zbekistondan turib chetga chiqish, firmasiz konsalting firmalariga pul bermasdan chetga chiqish bo'yicha video qo'llanmalar, video darslar va migrantlar uchun ingliz tili darslari ham joylab boraman. O'shaning uchun foydali kanal uchun bittagina like bosib qo'ysangiz bo'ladi. Men Vine olmayotganimga Vine olmayapti-ku shu bola deb bitta like bosib qo'ying.